Okey. Qaraylar mana universitetda bir narsani amal ko'rardim. Mana shu jumlalarni amal ko'rardim. O'ta sodda narsa, o'qisangiz shuni o'zi qo'rqitadi. Nima deyapman? Kim shuni o'rtacha sutka, o'rtacha oylik hisob intervallari uchun janubga qiyolangan qabul qilgich Bog'dod, Sharq, tuman nima bo'lib ketdilar? Kim shuni ana mavzusini nomlayapti? O'qidinglarmi o'zi? Üniversitede mavzusini nomini yozib qo'yaylik. Laboratoriya emasmi? Ha? Laboratoriya emasmi? Blok emasmi? Blok chiqarmagan bilan qolmoqchimi? Ha? O'rtacha sutka, o'rtacha oylik nima degan? O'rtacha bir oylik, o'rtacha bir kunga. Nima deyapti? O'rtacha sutka, o'rtacha oylik hisob intervallari uchun mayli. Janubga qiyolangan qabul qilgich. Nima degani shu? Janub tomonga qo'yib. Quyosh chiqishga qarabmi? Janubga qarab turibdi. To'g'ri. Keyingisi qabul qilgich maydoncha uchun berilgan S kvadrat hudud. Nima S kvadrat hudud berilyapti? Nimasini baholash uchun? Yalpi resursini, to'g'ri? Har doim hudud bersa nimani baholaymiz? Yalpi resurs. Yalpi resurs nima edi? O'sha maydonga tushadigan quyoshning umumiy energiyasini. Quyoshning umumiy potensiali. O'sha hudud bo'yicha quyoshning umumiy potensiali. Xo'p. A nuqta ana bular nima nuqta edi? Просто nima? Ha? Geografik kenglik, geografik uzunlik, lekin ishtirok etmaydi. Просто yozib ketadi. Bizlar masalada buni ko'rmaydi. Ya'ni A2 ni ko'rmaydi. Nuqta yalpi resursini hisoblash usullari. Xo'p. Nima degani bu? Kim o'zini fikrini aytadi? Qani fikrlashtirganlar nima demoqchi? Shuningdek, o'sha 1 kilometr yuzaga tushadigan umumiy energiyasini hisoblashda. Anaqa birinchi mavzudan nima farqi bor? Es yuzaga u 1 metrga edi. Masalan, ular kelib chiqishdi birinchi mavzu. Ikkalasi ham yalpi resurs. Mana A1 va A2 amaliy 1, amaliy 2. Ikkalasida ham nima o'rgandik bunda? Yalpi resurs o'rgandik. Bunda nima o'rganamiz? Yalpi resurs. Farqi nimada? Shunda To'g'ri. Demak, A1da nimani o'rgandik? Prosta quyoshni nimasini? yerga tushishi, tamom. Gorizonga tushishi. Tushgan. Qanaqada? Shu yotganda yer bilan Faqat yuzaga tushgan. birinchi 1 ga 1 ko'rdik, to'g'rimi? 1 metrga 1 metr. Keyin nimasi hisobladik? Quvvatini, keyin olib shu yalpi resursini baholadik. Bu tushgan uchun. Endi hozir biz nimani hisoblaymiz? Biz o'shanga qiyalatilgan nimani? Qiyalagichdi. Bu yerda hozir panel haqida gap ketmayapti. Shundaylar 1 ga 1. Bu ham. Lekin farqi komponentasini bilib olish kerak. Formula shart emas. Chunki o'zgarib ketadi qisqa formula. Bunda nur A1 da necha qismdan iborat edi? Bunga tushirgani nima? Demak, to'g'ridan to'g'ri tushgani bor, urilib tushgani bor, to'g'ri? Ikkalasini yig'indisi nimani beradi?
Garizontal, global garizontal, irrigation. To'g'rimi? Endi bundan nechi xil bo'ladi? 3 xil bo'ladi. Chunki Uch xil bo'ladi. yana tushgandir. To'g'ri. Demak, bunda tushdi, to'g'ridan-to'g'ri. Qaytib tushdi, tushib turib sindi. Orqasidan ham beradi. Demak, buni umumiy energiya zichligi, quvvat zichligi. Shu 3 tane komponentasidan iborat. Endi uni formulasiga chuqur kirganimizda mana shu Gexey bilan ifodalaymiz. Bundan oldin ba'zi anaqa ilmiy terminlarda Gexeyni o'zini yozmaydi. Mana Gexey bor-ku. Nima edi bu? Quvvat zichligi, to'g'rimi? Birligi nima edi? To'g'rimi? Lekin bu nima holatdagi edi? Garizontal holat. Nima holatdagi? Oniy vaqtdagi. Nima degan oniy vaqt? Oniy vaqt degani o'sha vaqt degani, ya'ni qaysi vaqtga qarab turgansa o'sha vaqtda. Endi buni keyin mana bu nima edi bu? Hash shularning yig'indisi. Soatda. To'g'ri, formulasi nima edi? Endi mana bu joyida ko'p adabiyotlarda mana buni ham hash deb ketadi. Tushundingizmi? Faqat buni qaysi jihatdan ajratib olamiz? Bunda agar bu energiya zichligi haqida gap ketayotgan bo'lsa, birligida nima yozadi? Tushundingizmi? Shunaqa ash beradi. Ya'ni bu muayyan soatniki yo muayyan kunniki yoki muayyan oyliki bo'ladi. Agar oniy nuqta vaqtdagini berayotgan bo'lsa, shunday qashni o'zini beradi. Biz bu energiya zichligi o'ylamasligimiz kerak. Gexeyni berayotgan bo'ladi. Farqini oxirdagi birligidan bilib olamiz. Masalan, h barobar 600 ular taqsim metr kvadrat yozsa, demak Gexey haqida gap ketadi. Shundaylar, oniy vaqtdagi quvvati yig'ilgan vaqtdagi quvvat. Farqini bilib oldinglar? Endi mana shu urilganda qiyalikda qanaqa bo'ladi desa, bu yerda birinchi nima kiritiladi? Qiyalik koeffitsient kiritiladi. Odatda qiyalik qaysi burchak edi? Paneldan qiyaligini o'lchaganmiz, to'g'rimi? Nima bilan belgilanadi? Gamma. Beta bilan. To'g'rimi? Kim bunaqa panel qiyaligi haqida o'qigan o'tkazgansiz? Qaysi burchak edi? To'g'rimi? Beta. Yani panel chiqqan farqi yo'q. Bunda ham kelsa ham mana bu ham beta bo'laveradi. Mana shunga tushadigan o'sha ashning oniy o'sha betasi beta deydi. Nimaga teng? Gorizontga tushadigan energiya zichligini nimaga ko'paytmas? R B degan koeffitsient bo'ladi. Mana shunga ko'paytmas bilan. Tushundingizmi? Endi agar R beta bu jadvalda beriladi. Buni fizik hisoblash formulalari bor. Lekin bizga u kerak emas, mana shu fan uchun, energetiklar uchun. Chunki buni qaysi hudud uchun olmoqchi bo'lsak, qaysi panel qiyaligi yo maydon qiyaligi uchun oladigan bo'lsak, nimasi bo'ladi doim? Jadvali bo'ladi. Prosta mana shuni olib bunday qo'yib, umumiy energiya zichligini hisoblasak bo'ladi. RB agar bilishimiz kerak bo'lgan joy 1 bo'lsa, unda nima teng bo'ladi? Demak, sirt nima bo'lib turibdi? Gorizont bo'lib turibdi. Shundaymi? Mana 1 ga teng bo'lsa, demak, yerda turibdi-da bu narsa. Farqini bilibsizlar? Shunda savol bor. Qaysi joy uchun? Agar RB koeffitsient 1 ga teng bo'lsa, demak, prosta gorizont haqida gap ketadi. Birinchi A1 ga qaytib qoladi. Shundan qiymatiga teng bo'lishi. Ha, hash. Endi agar RB qiyalik koeffitsient deydi. Qiyalik koeffitsient
agar RB birdan kichik bo'lsa, demak qiyalik qanday turibdi? Samarasiz turibdi bular. Rasmlarda Chunki biza quyoshning quvvatini ko'proq tutolmaymiz. iskari ko'lamlarda Agar RB birdan katta bo'lsa, nima bo'ladi? o'sha samaradorlik yuqori Samaradorlik yuqori bo'ladi. Xo'p, endi samaradorlik qachon eng yuqori cho'qqiga chiqadi? Kim nima deydi? Mana shu tarafdan quyosh keladi. quyosh shu peshin paytida baland to'g'rida to'g'ri tushgan. Ha, qanday holatda? Peshin payti to'g'rida to'g'ri tushadi-da. Ha, endi qaranglar. Agar mana shu quyosh qanaqadir nuqtaga chiqdi, to'g'rimi? Biza agar mana bunaroq olsak, to'g'ridan to'g'ri tushmayapti, to'g'rimi? Qachon eng zo'rini olamiz? Qachonki quyosh nuri To'g'ridan to'g'ri tushadi. biza perpendikullar qilsak, to'g'rimi? Mana shunda anaqa HB eng kattasi bo'ladi. Yerda as tushadi qanaqadir miqdor, chunki yer gorizont, qanchadir potensiali bor. O'sha potensialdan ham ko'proq ola olamiz qiyalikda. Qachonki quyosh nurini to'g'ridan to'g'ri nima qilsak, tutolsak. Shundaymi? Mana shuni aniqlab beradi mana. Shuning uchun ham nega bizga RB koeffitsiyenti bunaqa bilishimiz muhim desa, biza o'sha o'rnatgan qiyaligimiz qanchalik anaqa to'g'ri o'rnatilgan. Shundaymi? Endi keyingi savol. Bu tugadi bu. Kimda shu joygacha savol bor? Nima joyi? Samaradorlik shu erbiga bog'liq. RBni qandayligi esa biza panel emas, endi o'sha qiyalik deyiladi. Qanday qo'yishimizga Qancha bog'liq. gradus RB jadvalga berilgan bo'ladi. Shundaymi? Jadvalga berilgan. Ha, anaqasi berilgan bo'ladi. Endi hozir sizlarga savol. Nega biza odatda o'sha qiyaliklarni janub tomonga qaratib qo'yamiz? Nima deydi? Ha? Aniqroq. Shartga qaratib qo'yadigan bo'lsa, uni faqat shartdan chiqib, u g'arbga qarab o'tayotgan payt uni orqa tarafiga tushib qoladi. Agar janub tarafga qaratayotgan bo'lsa, quyosh bunday qilib harakatlanadi, tushib. o'rtacha harorat oladi, o'rtacha energiya. To'g'ri. Demak, janubga qaraganda o'sha qiyalik nima qiladi? Ko'proq energiya ola oladi. Boshqa qaraganda uy mashina xuddi parta shaklida bo'lsa, tomi shunday yopilgan, bunaqasi ham bo'lgan, noto'g'ri. boshqa janubga qo'ymagan. Ha. Janubga qaratib qo'ymagan, to'g'ri. Shuning uchun birinchi oddiy elementarniy narsa janubga qaraganmi yo'qmi? Janubga qaratib olganimizdan keyingi hisob kitob bo'ladi. Shundaymi? Chunki quyosh qanaqa chiqadi? Mana yer holati bo'lsa, mana nimadan chiqadi? Aniqmi? G'arbdan chiqadi. Sharqdan chiqib g'arbga o'tadi. Sharqdan chiqib nima qiladi? Botadi. Mana shu nuqta bu taraf nima? Mana bu taraf janub. Shundaymi? Shuning uchun ham panel mana shu tarafga qaraganda ko'proq quyosh eng katta potensial hududini yutib oladi. Shundaymi? Kimda nima savol bor? Bu ayt shundan iborat. Endi amaliy misol ko'ramiz ikkita. Yozinglar. Anaqa yozib ketaylik. Qaraylik. Demak, qash. Eng zo'ri shuda. Eng zo'ri shu. Nomi nima derdi? O'tgan laboratoriyada o'tganda sound tracker deydi, to'g'ri? Quyoshni quvlaydi. Botirib qo'yadi. Shu oddiy turgan paneldan ko'ra ko'proq energiya beradi. Quyosh o'ziga qarab qilish kerak. Quyoshni qidiradi, nurga qarab, quyosh quvlaydi. Endi bu nimaniki bu? Bu energiya zichligimi, quvvat zichligimi yo yalpi resursmi? Bu mana bunga qarab bo'ladi. Agar biz kunligini olsak, mana shu qarshi. Demak, HB dan kunligi bo'ladi. Agar buni oniysini olsak, boyagidek
GH'ni. Demak, mana buni ham bu GH'si bo'ladi. Shundaylar. Yonidagi bettachasi qiyali turganini bildiradi, murakkab narsa emas. Endi energiya zichligi narsa qanday bo'ladi bunga? O'rniga nima keladi? H o'rniga. Boyagi formula. O'rni keladi nima? GH nima bo'ldi? Kelma albatta shundaylar. Oxirgisi nima qoldi? Yalpi resurs. Shuni hisoblamadik. Buning uchun nima kerak? Bizga yuza kerak. Demak, yalpi resurs beta buniki ham ko'paytirilgan HD nima? S. Birliklarni yozamiz. Oni uchun nechi? Birligi buniki ham bir xil. Watt metr kvadrat. Energiya zichligi uchun nima? Kilovat nima? H qanchani adashtirmaydi. Taqsim metr kvadrat. Yalpi resursniki o'zi. To'g'ri? Misol yozamiz. Gorizontal sirtga tushayotgan GH 250 watt taqsim metr kvadrat. Agar quyoshning shu holatdagi quvvati 3 soat davom etsa, quvvati 3 soat davom etsa va qiyalik koeffitsiyenti 1.8 bo'lsa, shu qiyalagich uchun energiya zichligini toping. Boshlaydi. Yana bitta masala ko'ramiz, keyin ruxsat. Yechamiz. Demak, nima berilgan? Aytinglar. GH yoki nima devoramiz? H devoramiz, to'g'rimi? Bu H qanaqa H? Oniy holat. Demak, necha? 250 Yaxshi. Keyingisi. Vaqt. Aha. 3 soat. Demak, qiyalik koeffitsiyenti 1.8 nima? O'zi. Demak, formula nimani so'ragan? Qiyalik uchun energiyasi To'g'ri. Demak, formula yozdik. Nima edi? Voy, birlashtirib oldik. summa Xo'p, keyinchi 250 o'zi summa yozganlaringizdan keyin berilishida ko'paytirib olmaysizlar. Nima qilish kerak? Ajratib yozish kerak. Qoidasi bo'yicha, lekin to'g'ri ishlagansizlar. Qanday bo'ladi qoidasi bo'yicha? Mana 250 taqsim 1000 ko'paytirgan nima? 3 emas, 1 bo'ladi. Summa qilganlar shu. Shundaylar? Plus qilasizlar. 250 lekin sinov usulan to'g'ri. Lekin ilmiy tilda mana bunaqa yoziladi. 1
Plus nima? Yana shu yana bir. Shunda. Shu 3 vaqtga 3 vaqtga qo'yib beriladi 1 soat. Ha, chunki 3 ta soat 3 kerak. ta soat kerak ekan. Endi nimaga ko'paytiramiz? 1.8. Shunda necha chiqadi? 135 kilovat soat. Shunda 0.35 mi? To'g'rimi? Nima? Birli Kilovat soat Taqsim etib. yashaydi. Tashqab ketdi. Zo'r. Davay, keyingisi. 3 ta masala ko'ramiz degandimmi? 2 ta qoldi degandim. Bitta qoldi. Ana, Jasur gap to'g'ri. 3 tadan bittasi ketdi, ikkinchisi. Davay, ishlaylar. Ishtabsizlar? Demak, shu yerga gorizont yerga tushadigan quyoshning gorizont yerga tushadigan quyoshning quvvat zichligi 118 watt taqsim metr kvadrat. 118 watt taqsim metr kvadrat. Va quyosh shu quvvatida va quyosh yerga berayotgan shu quvvatida 1,5 soat harakatlandi. 1,5 soat harakatlandi. Va hamma ulgurayaptimi? Va gorizontga tushadigan quvvatini 230 watt metr taqsim kvadratga oshirdi. Va kvadrat watt taqsim metr kvadratga oshdi. Watt taqsim metr kvadratga oshdi. Bu holat 2,5 soat davom etdi. Agar qiyalangan sirtga quyoshning tushadigan energiya zichligi agar qiyalangan sirtga quyoshning tushadigan energiya zichligi 3 kilowatt-h taqsim metr kvadrat bo'lsa 3 kilowatt-h taqsim metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa qiyalik koeffitsiyentini toping. 3 kilowatt taqsim metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa qiyalik koeffitsiyentini toping. Boshlaylik. Demak, berilganini aytinglar. Ha? H1 H1 deylar. Necha? Nima? Watt taqsim etib. Ikkinchisi, bu necha soat davom etdi? 1,5. Ikkinchisi, ha? 230 mi? Yaxshi. Demak, yana nima bor? Nima berilgan? Chiyanlikning energiya zichligi
Nima? 3 Kilovat soat metrda. Nima topish kerak? Yaxshi. Nima qilamiz? Demak, birinchi gorizontalga h topishimiz kerak. Umumiy energiya tepishimiz. To'g'rimi? Shunda nima bo'ladi? Ha? 8 Gehe nima edi? Shundamidi? Yo'q, indeksda alohida qilasiz. Indeksda bir qo'ysangiz aniq. Tushunma qo'ydim. Demak, nima bo'ladi? Hisoblaymiz. H1 T1 keyingisi 230 nechi chiqadi? 6.5 olib aytaymi? Yo'q, aytib. Orbiti nechi? 1.5 Yine burayı 77. Ne oldu? Burayı 15. Burayı 15'te. 575. Mana shu 575 chiqdimi mana? Mana bu foda. Ha? Mana bu buni beryapti. Bu ana nima? Demak, nechi? 752 nima? o'z yo'q. Kilovat soat taqsim metr kvadrat. Yaxshi. Demak, HV formulamiz nima edi? Albatta. Albatta nima edi? H1 taqsim HV nima? 0.750. Yo'q. Bu nechi? Demak, nima bo'ladi? Nechi chiqadi? Shundaylar. Oson ekan. 3-masala. Oxirgi masala. Final. Böyle tekiraman, Mariya. Mana uyga ko'p uxlamasdi. Sevgili. Otasiga boradi. Xo'p. Yozamiz. Ayrim sonlar beradi. Gorizontga tushadigan quyosh energiyasi 3 soatda 230 watt taqsim metr kvadrat. 3 soatda 230 watt taqsim metr kvadrat. Energiya sochdi. Enerji mi oldu? Sochdi. Keyingi 2,5 soatda esa 420. Keyingi 2,5 soatda 420. Keyingi 1,5 soatda esa 500 watt taqsim metr kvadrat energiya berdi. Yeni geldi sattık. Keyingi nima dedim? 1,5 soatda. Keyingi 1,5 soatda 500. 500 watt taqsim metr kvadrat energiya berdi.
Agar xiyoliy koeffitsiyenti 1.15 bo'lsa, 1.15 bo'lsa, bir butun 7 kilometr kvadrat maydondagi 1.7 kvadrat kilometr maydondagi xiyalik maydonchaning yalpi resursini hisoblang. Xiyalik maydonchaning yalpi resursini hisoblang. Endi sizlarga mana shu joyni aytib ketay qisqacha. Qaranglar. 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 YB nima edi? O'sha yalpi resurs. Nima uchun? Xiyalik uchun. Qaysidir S hududda, to'g'rimi? Lekin bu degani har bir panelda degani emas. Tushundinglar? Misol uchun, agar biz mana shu xiyalik hududda, mana shu xiyalik mana shuncha hududda, masalan, bu 3 kilometr kvadrat deylik. Hisoblab chiqdik parametrdan bizga 18 kilovat tashlaydi misol. Bu degani mana shu 3 kilometrga panel tersak, shuncha quvvat olamiz degani emas. Bu nima degani? Mana gorizontda hududida quyosh shuncha potensiali bormidi? Bu qiyalagan vaqt shuncha potensiali bor. Gap o'shani qanchalik biz ola olamiz yo ola olmasligimiz. Farqini bildinglarmi? Yana qaytaraman. Birinchisi gorizont sirt uchun hisoblagan yalpi resursimiz, quyoshni shu sirtga qanchadir mana S berilgan hududga tushadigan quyoshning potensiali. Mana bu YB esa, beta esa qiyalangan hududga tushadigan quyoshning potensiali. Qanaqadir RV koeffitsient ma'lum bo'lganda, tushundinglarmi? Bu degani shuncha tushadigan potensialni biz ola olmaydigani emas. Farqini bilinglar. Gorizontdagi potensialni ham ola olmaydigani emas, qiyalik tikni ham ola olmaydigani emas. Farqini bildinglarmi? Endi misol ishlashga o'taylik. Shu joyini so'rayman, eng nozik nüans joychasi shu. Chunki qiyalik deganda hamma panel biladi. Panel emas. Potensial. Shuncha quvvat kelib tushadi degan. Ololli degani emas. Quyosh prosta tayyorladi. Diqqat qilinglar. 1 minut 2 minut. Juda ko'p adabiyotlarda ishlayapti. Diqqat qiling. Muhim ma'lumot. Juda ko'p adabiyotlarda harfi, so'zi, soni o'zgaradi. Tushunasizmi? Masalan, hozir biz energiya zichligi desa, quyosh radiatsiyasi deydi. Yoki quyosh nurlanishining umumiy yig'ilgan bir balosi deydi. Bu yangi termin ekan deb esankiramaslik kerak. Nimadan ushlab olish kerak? Jasur nimadan ushlab olish kerak? Birlik. Qaysi harfda gap ketayotganimizni shunday birlikka qaraysizlar. Vaqtga qaraysizlar, nima kattalik gap ketayotgan birdan bilasizlar. Masalan, hozir biz uni Y beta deb belgilayapmiz. Qaysi adabiyot olsanglar, vat alfa deyish mumkin. Yo'qmi yo'q, nima keldi bu? Bitta narsa haqida gapiradi, prosta harfni o'zgaradi. Mohiyatdan anglab olish kerak. Shundaylarmi? Ishlab bo'ldingizmi? Bu Davay, aytinglar. Necha? 3 soat davom etibdi. Ne 3 ne?
Nima S qilish? 1.7. Ha? S S 1.7. 1.7. Ha. Unda 7 tek Y B S. Nima kerak? Yalpi resurs, ha? Yaxshi. Birinchi nima qilamiz? Hashbetdan topamiz. Hashbetdan topamiz. Nima deydi? Summa Nima edi? summa hashbetdan tek Birdan bo'lib ketyapti. Nima edi? Menga bo'lib birdan. Nima qolib ketdi? RB ko'laydi. Hashbetga. Demak, qo'yib tashlaymiz. Hashbet. 230. Aha. 200. Aha. 420, 2 Aha. 500 ko'paygan 1,5. Aha. Necha? Obshi 2.49. Shuni o'zimi 2 butun. 49 ko'paygan 1.5. 1.15. Aha. Keyin necha chiqadi? 2.85. Necha? 2 butun. Nima? Yaxshi. Endi nima qoldi? Ko'paygan S. Yo hozir biri 15 ko'payadi, 2,49. Biri 15 ga ko'payadi. Yo'q, bitta bir ko'paytirilganda qolib ketgan. To'g'ri yozilgan. Javob to'g'rimi? Xo'p. Hashbet tamomlagan nima qo'yamiz? 1.7. Ko'paytirilgan nima? 1.7. Ko'paytirilgan 6 metr kvadrat. Xo'p, bugundan mana bu nima beradi? Shundan necha? Yegan kim shunma? Hamma shunganmi? Grupdan 8. Shunmadi. Mana. Bo'ldi, maydalaymiz. Mana bu kilovati borki, 10 darajasi uchni beradi. Shuning uchun mana 10 darajasi 3 yozib yuboramiz. Nima bo'ladi? Kvadrat. 1,7 kilometr kvadrat. Metr kvadratga o'zgarguncha 1,7 1,7 ko'paytirib 10 darajasi olti bo'ladi. Shuni biling. Mana kilometr kvadrat prosta metr kvadratga o'tguncha mana bu nolga qo'shasan. 10 darajasi olti minus 10 darajasi 6 metr kvadrat. Endi maydalaymiz. Mana buni o'zi bilan mana buni o'zini ko'paytiraylik necha? 4.8 olmish 8 ko'paytirgan. Mana 10 darajasi 3, 10 darajasi 6 nimani beradi? 10 darajasi 9 ni beradi. To'g'rimi? 10 darajasi 9 nima degani? Giga degani. G harfi. Mana barobar. Shunda necha bo'ladi? 4.80 olmish 8 gigabayt h nima? Metr Metr kvadrat qilsak ketadi. Yaxshi. Tushunarli dars yakunlandi.